Assalomu alaykum. Sizlar bilan stok bozorida Voice kompaniyasini aksiyasini ko'rib chiqamiz. Bu kompaniya yangi, lekin bunga biroz ishonch hosil qilgan holatda ishlasak bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda biz Musaffa saytida buni halol yoki haromligini ajratib olamiz va bu yerda kiradigan bo'lsak, umumiy qachon chiqqan 2011-yili hozirgi holatda 739 ta yalpi umumiy hisobda 456 sof ishlab chiqarish kompaniyani o'zini umumiy holatini ko'rsatyapti va hozirgi holatda narx biroz tushgan, lekin yillik hisobida, yillik ishlab chiqarish hisobida biroz ancha pastroqqa tushgan, lekin bunga katta risk qilmagan holatda uzoq muddatga olsak bo'ladi va bizda biroz kapitali biroz kichikroq ekan, lekin mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, hozir umumiy nimasi chiqmay qoldi-da aka. Bu kompaniyani mana bu qismda bizda 11% yillik dividendi bor. Bu degani biz agar zararda tursak ham yoki bo'lmasa foydada tursak ham o'sha kompaniya bizga 11% qilib turgan depozitimizga nisbatan 11% foyda beradi. Bu yillik hisobotida. Va bu yerda umumiy holatini ko'rib chiqdim. Qarzdorlik darajalari o'ta yuqori emas, o'rtacha holatda. Mana bu yerda mana bu qismga o'tadigan bo'lsak, bizda umumiy holatda mana bu yerda aytayapti, unaqa kuchli yuqori qarzdorlik unchalik kuchli emas, lekin o'rtacha holatda. Biz endi asosiy chart ko'radigan bo'lsak, qaranglar. Asosiy biz ko'radiganimiz oylik, haftalik, kunlikda ko'ramiz. Men bu yerda 3 oylik harakatda umumiy harakat qulagan, lekin impuls, korreksiya impuls bo'lib turib, mana bu yerda razvorot beryapti va razvorotda mana bu pastki bizda blokdan bozor reaksiya olyapti. Endi biz buni biroz kichikroq time frame ga o'tadigan bo'lsak, bizda bozor qanchadir vaqt mana bu yerda xo'p flat holatda turibdi, lekin shuni iloji boricha kichikroq time frame ga o'tadigan bo'lsak, bizda narx mana bu yerda umumiy sapportda, mana bu yerdagi sapportda narx ko'tarilyapti. Umumiy harakatda biz birinchi harakatda mana bu maksimumgacha, va asosiy uzoqroq muddatga esa biz 3 oylik time frame da mana bu maksimumga qadar bozorda ushlab turishga harakat qilamiz. Umumiy biz sotib olyapti turgan aksiyani, masalan, $100 sotib oladigan bo'lsak, shu $100 tanasini 70%ni qaysidir qismga borganda, maksimumga borganda yopamiz. Qolgan 30%ni esa uzoq muddatga ushlaydigan bo'lsak, shunda bizda agar narx ozgina orqaga qaytsa ham biz umumiy hisobda foydada chiqib ketamiz bozordan.